Manida boshqalarning hayotida travma qilib qoldirgan ishlarim. Mendan katta sinfda o'qiydigan bola bilan har doim uyga qaytardim. Bir kuni menga aytayotdi, "Gavhar, men senga varre olib beraman" dedim. Aytdim, "Xo'p, olib ber." Daraxtda bitta osilib qolgan varreni ko'ryapti. "Voy, men bitta varre bor ekan, keyin men senga shuni olib beraman" degan. "Davay, olib ber" deganman. Sumkalarini hammasini qo'yib daraxtga chiqib ketgan, dir qilib. Uchiga yetib borgandan keyin menga aytadi, "Men qo'lim yetmayapti, varrendan leskasi bo'ladi-yu, o'shandan uzolmayapman" deyapti-da. Men aytgan, "To'xta, menda qaychi bor, men senga qaychi beraman" deganman. Endi qaychini beraman degan paytimda bolakay tepadan yiqilib tushgan. Skoriy kelgan. Hamma menga kelyapti, "Sen aybdorsan, sen majburlagansan daraxtga chiqib varre olib berishga." Men tushunmayapman situatsiyaga nima bo'lyapti. Hech kim uni majburlamagan daraxtga chiqib menga varre olib bergan. Adashmasam oyog'i yoki beli singan. Точно boshi ham yorilgandi lekin. Men aybdor emasman, lekin menida bunda travma qolib ketgan. Menga tonalniyni ham tegizib oldim men. Ikkinchi istoriyada to'g'ri, men aybdorman. Men tuzini to'zg'iga tupurganman. Mening qo'shnim haqida. Kimdir seni xafa qiladigan bo'lsa, lekin seni unga kuching yetmaydigan bo'lsa, men bu tryuklarni qilsang, ura olasan, unga javob qaytarib, sen uni ura olasan deb menga o'rgatgan. Bir kun kelyapti-da, "Gavhar, ko'chaga chiq" dedi. O'rtog'i bilan kelishgan. Chiqqan paytimda nimadandir gap talashib bizni urishib ketganmiz. To'liq esimda yo'q nimadan urush chiqqan, lekin men o'zimni qilgan ishimni aniq eslayman. Sochimdan tortgan, keyin men uni o'zi o'rgatgan tryuklar bilan urganman. Sen menga shu narsani o'rgatgansan va men shu narsa bilan o'zingni orqangdan kelib pichoq urganman. Yondagi o'rtog'i uni olib ketgan uyga. Buni mazasi qochdi deganda, kichkina jipriq bo'lib olib hammani xafa qilganman. Bu qilgan ishlarimdan afsusdamanmi? Albatta yo'q. Umuman xafa emasman. Agar o'sha narsa hozir takrorlanadigan bo'lsa, yana bitta urgan bo'lardim. Men aniq bilaman, bu holat bitta menda bo'lmagan, qolganlarda ham bo'lgan. O'shaning uchun o'zingizlarning variantinglarni kommentariyada yozinglar. Men hammasini o'qib chiqaman. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi videolarda sizlarnikini boshqalarga dasturxon qilaman.